Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ha, mushtaqdagi qarindoshlar, Alloh taolo hammanglarninki har vaqtini xayrlik, barakatlik qilib bersin. Alloh hammamizni to'g'ri yo'lga boshlasin. Alloh hammamizni hidoyatdan ayirmasin. Ma'vo nima Dilshod apandimninki ma gapni manligi oldirash bir qancha kunning ichida to'pda gap qilibdiga ben anglabdim. Shu 2-3 kun bo'ldi biz bir programma qilamiz deb maktablarni ziyorat qilishmada ishlar bilan faqat vaqtim bo'lmabdi. Hozir men nima namoz bandatga turib shuni anglab chiqdim. Mas'ulga. Endi bunda bunda qildi. İnsanınki yaratılışı bilen insanlarınki bizim atımız Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam ne? Allah Teala şu yaratkan vakitten başlap aşınınki akidesi an bile yaratılgan evde. Yani her kandak bir insan tuğulga vaktida o İslam'ı to'g'iladi yani. Allah'ın bir ekanligini itiraf qilgan, Allah'ın yaratqichi ekanligini itiraf qilgan shu ong bilan, shu ong bilan, shuni qabul qilishga tayyor bo'lgan holatda, shuni qabul qilishga tayyor bo'lgan holatda yaratildi. Shu har qanday inson, butun inson yaratilgan vaqtida xuddi farishtadek pak, ma'sum. Çünkü hiç qanday gunohsiz, ma'sum yaratilgan vaqtida İslamning ustiga tug'ildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buni bayon qilib, har qanday inson islomni qabul qilishning ustiga, islomni qabul qildigan holatda shu ong bilan tug'ildi. U üst yetilish muhitiga qarab o'zgarib ketadi. Ya'ni onun ata-onasi Hristiyan qilyapti, Yahudi qilyapti, ateşperest, otperest bunda qilyapti deydi bu sahih hadisda. Yani tug'ilgan muhitda ata-onasi qanday bo'lsa shunday bo'lib cho'ng bo'ldi. Masalan, bola mayli İngilizning bolasi bo'lsin, mayli Rusning bolasi bo'lsin, mayli Arabning, mayli Uyg'urning bolasi bo'lsin. Tug'ilgan vaqtida İslamni qabul qildigan ongda pokiza tabiatidan shunda tug'iladi. Tug'ilgandan keyin uni oila, muhit, jamiyat uni keyin o'zgartiradi. Shunga musulmonning bolasi musulmon bo'lib cho'ng bo'ldi, xristianning bolasi xristian bo'lib cho'ng bo'ldi, yahudining bolasi yahudi bo'lib cho'ng bo'ldi. Agar ashuningki bolalarni bütün insanların ballarını bir yerga akilib, bir dinde terbiyelese, aşı dinde çoğun oldu mesela. Şuna hamma insan to'g'ri dinning ustiga tug'iladi. Bunu bir ayette mi Allah Teala bayon qildi. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap qilib Allah Teala sen yüzünü aşı to'g'ri dinga, haq dinga yüzlendigin. Yani şu haq dinga qaratqin yüzünü. Yani bütün vücudunla aşı dinga itiqad qilgan. O şundaq bir din ki Allah İnsanlarını aşı dinin üstüge yaratkan. Allah Teala'nın bu yaratkınlığı özgertişki olmaydı. Bu doğru din. Lekin insanların tolusu bunu bilmeydi o deydi. İnsan şu özgertiyotganlıktan şu hatalık şahit çıkardı. Mesela insan Müslüman halde tug'ilgandan yani Allah itiqad qilgan mu'min holda tug'ilgandan keyin shu mu'min holati bilan ömrünün oxirigacha yashab shu iymon bilan ketganlar o'zining tug'ilgan holatini o'zgartmaganlar. Allah Teala oyatda o'zgartishga bo'lmaydi, o'zgartmang deydi ya.
u o'zgartmaganlar. Ammo ashunda mu'min holatda Allohni to'nuydigan holda tug'ilgan turib, ota-onasining sababi bilan, jamiyatning sababi bilan, muhitning sababi bilan ayda boshqa dinlarga yoki dinsizlikqa o'zgarib ketganlar, o'zining tug'ilishdagi holatini o'zgartib o'tganlar hisoblanadi. Ammo o taraqqiyot, tadrijiy taraqqiyot, o inson shu yer yuziga tug'ilib hayotini qamdash uchun shunda sabab qilgan vaqtdan boshlanib otomatik holda yani özlüğün yüzüne payda keladigan bu. Mesela insan hamda to'ngab qolgandan keyin kiyimga muhtoj bo'ldi, tomoq yeyishga, yemek içmek muhtoj bo'ldi, qo'shiqni to'yg'izish uchun, jinni saqlash uchun ishlashga muhtoj bo'ldi degan bularni o'zining hayotninki taqozosi talabiga asosan, hayotning talabiga asosan bo'layotgan ish endi u. Şunu bo'layotgan ish. Ama bu şunun en birincisi yani onunki maddi tarafidan bu manevi tarafı aldıda yani insandan tug'ilishi bilan aqidasi bilyartlagan endi. Aqidasi tug'ilishi bilan bilyartlagan shu aqliga kelishi bilan bununla Allah Taola'nın ish qilma degan amr farmonlari onunla cari buluşqa başlagan. Şu aqli yo'q adamga yani aqli yo'q saranglavaydi mesela. Aqliga yetmagan kichik bolalar mesela balog'at yetmagan deymiz ya. Shunga unga gunoh qilsa gunoh bo'lmaydi, savoblik ish qilsa savob bo'lmaydi mesela. Endi inson mesela 12 yoshdan 14 yoshgacha oraliqda deydi mesela olimlar. Şu balog'atga yetgan vaqtda shu chog'dan tortib unga savob gunoh yeziladi. Şu çağın tartib şeriatning takliflari, yani Allah Taola'nın buyruqlari icra qilinishga boshlaydi ve şu Allah'ın deganlarini, buyurganlarini qilishga buyurildi şu çağın tartib. Ama inson tug'ilishi bilan uning aqidasi billa yaratildi. Allohga bo'lgan iymoni shu chog'da billa keladi. Lekin shu billa kelganni nurg'un inson shuni davomlashtirmaydi. Mesela hozir musulmonlar desak, musulmonlar Alloh taolo yaratgan shu ong bilan shu ongni saqlab qolganlar deymiz. Shu ongni saqlab qolganlar. Endi amal ibodatlar har xil bo'laqliq endi. Ba'zininki tuluq, ba'zining tuvan, ba'zining bor, ba'zining yo'q, ammo Allah'a itiqat qiluvchilar o'zining yaratilgan shu ong, shuni saqlab qolganlar deymiz. Endi uningga bu turmushdan din qat'iy aylanmaydi. O şu Adem Aleyhisselam'da Allah Teala yarattılar. Bütün dünyadaki narsalarning isimlerini üretken. Şu periştelerge sözlep bergen Adem Aleyhisselam isimlerini bilasizlar. Anda bunlar narsani yog'ochni aytdim, yog'och o'sib chiqqan narsa. Aqqan daryo, dengiz deganga o'xshash, o'simlik deganga o'xshash hammasi isimlerini deb bergan. Perişteler shu chog'da hayron qolgan. Ana u chog'da Alloh taolo odamga hurmat sajdasi qilinglar degan perişteler hurmat sajdasi qilgan. Demek Adem aslında ulug' bir mevcudat hamda Allah Taala yaratgan mevcudatlarning ichidagi eng ulug'i. Shu Allah Taala uni ait hurmatli qilgan, unga aql ato qilgan, unga shariatning takliflarini shunga buyurgan. Ama insondan boshqa maxluqlar dinga bu e'tiqod qilishga buyurilmagan hamda. Jinlarmi insonga o'xshash ibodat qilishga buyurilgan Alloh taologa. Endi bu ibodat desak hamda demak dilshatlardan bitabdi masalan kunda masalan ibodatlarimiz uchun hisoblab kelsak 5 vaqt namoz qilsak 1 soat vaqt ketadi. Bu ibodatningki simvollik qismi bor ibodatlar. Masalan ro'za, zakot, haj, Qur'on o'qish, namoz deganga o'xshash bular ibodatning simvollik qismi. Ama ibodatning
ameliy qismi yani muomalaviy qismi shu insonniki bütün şu hayat sahalarında bulundu bu. Mesela meyli mektepte olsun, meyli bazada olsun, meyli mescitte olsun, meyli kucuda olsun, meyli öyde olsun, durus buluş, rast gap qilish, haq gap qilish, durus muamalada buluş, haqqani buluş, to'g'ri buluş, endi rast so'zlash, amanatdor buluş yani. Deganga o'xshash, shuning hammasi ibodatdan Müslüman. Allah'a imanı var bir mümindin sadır boğan şu yaxşı işlerinin hemmesi Allah razılığı için Allah'ını tuğunup durup Allah'ın körsetkeni boyunca kılgan işlerimizden hemmesi ibadet sanıldı. Mesela bir Müslüman adam ticaret kıldı değil. Bu Müslüman Allah Teala buyurgan boyunca cezanı kılmayı, xiridalarga samimi bulup, rastçıl bulup, haqqani bulup, durust bulup aşı işini ayda kılsa, aşı kılgan işinin hemisi ibadetin savabını tapıdı. Mesela bir muallim mektepte Allah'ını tunugan halda, Allah razılığını közlügen halda işini durust kılsa, ballarının ömrünü bakıya ötkezmeyi, ballarına yaxşı ilim bilip, ballarına yaxşı qarab, oşuna köngül bilip ayda kılsa, o ibadetin savabını tapıdı. Bu muamelevi ibadet, yani ibadetin asası kısmı. Çünkü Allah Teala bizim şu muamelemizge qaraydı. Mescitte qilib qo'ygan ibadetlerimizga muamelemizni durustlash uchun kelgan gap. Shu bir ibodat ma'u bizning ibodat deb qilayotgan, ya'ni simvollik ibadetlarning hammasi insonning axloqini durustlash uchun kelgan. Shu namozni İnne salate tenha anil fahşai vel münker deydi ayeti. Namaz insanı günah, yaman işlerden tosudu deydi. Günah, yaman işlerden tosqanı için insan namaz okuş için namaz okuş arkalı durust oldu. Maksat durust buluşu. Roza takvalıkını aşırdı deydi. Zakat onun mertlikini, sehilikini aşırdı ve pulmalığı bereketi takıldı. Mertlikini ügüdü deydi. Hac onun ahlakını ügüdü deydi. Kur'an'ı okuş, imanını küçeydi deydi o ayetler. Anda oğlandı ki, şunun hemmesi bu şu kılvatkan simvolluk ibadetlerimizden ki hemmesi bizden ameli ibadet boğan durustluğumuzda meydana geldi. Durustluk meydana geldiğinden Allah Teala'nın razılığı erişkin oldu. Eğer namaz okup, rozu tutup, hac kılıp, zakat kılıp, Kur'an okup durup o adam durust olamagan olsa, yalgancı, kazzap, aldancı, yürük kattı, eski, yamanında olsa bu adam, o okuyan, namazını kılgan ibadetin hiç kadar faydası bulmagan oldu. Okudu, doktorun doğrusunu tuğma yeydi ama kisel saklayamagan bir bimar, kisel okşaş. Demek bu dini an insan bilen birle yaratılan, kiyin emes bu, birle yaratılan. Bunun maddi terakkiyatı aşınıki ihtiyaca qarab, üzülen birle terakki kılıp gelgen. Mesela buradan da insanlar işe mingen bolsa, hazır başlığı mene deyna. Aşına okşar. Terakki kılıp, bunu icat kılıp, üzgü kireklilerdi icat kılıp mağdı. Aşına okşaşlı gap. Ama din her insanın yaratılışını kin kalmagan. Birle yaratılan.